Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Dilshodbek O'zbek kanali. Bugun sizlar bilan maktabga boramiz. Birinchi qismni olamiz xullas. Mesela ben hozir shu yerda. Bo'ldi. Narsani olib. Ertaga maktab xullas. Bugun ketishyapti. Voy. Bugün hali çıktı. Gittik maktabga biz. O maktabın anca o'zgardi. İşlari. Salam usta. Hop. Bugün nima ders? Bugün yine okuyorsun. Aytgancha men kitob olib kelganman-da shu. Mayli. Oy, kitob yeb tur. Nima-chi? Hey. Tepaga santam nima kerak o'zi? Ona batata Bu şeyler için kaldı. İngilizce derse bakmak gerek. Böyle. Açala bak. Açala sim querer. Sıra şimdi okuyacağım. Böyle. Gittim İngilizce. İngilizce tabii mazak oynamam ya. Salam usta. Oturuyorsun. O'zining boshqa bitim joyga o'tirsam bo'lardi, ustoz. Sen joyingsun. Lug'at. Ustoz, men bugun lug'at yodlab kelmadim. O'zing biladigan lug'atlarni aytasan. Bugun kitoblarim ham yo'q edi o'zi. Daftarimni qoldirib kelman. Maktabda birinchi kuni-ku o'zi. Sen nima o'rganasanmi? Shuni hozir emailga o'tkazib olay. Bo'ldi. Boshqa masala. O'yin. Kim birinchi ko'p jetinroq? Mayli. Bermas. Ana. Bermas. Bitta. Qaysi yerni Jamoani. Jabal benim do'stim bor. Do'stim Ramanku. Kimda o'rnasan? Hech kim bilmaydi. Chiqish bo'lishga necha soat qoldi? Necha kutyapsan? Nisbatan men darsdan kitob bilmaydi. Ana ancha vaqt bor. Ungacha bir kutamagan devor kitob olib kelsam bo'ladimi? Mayli, men ketdim bosam. Jetin. Maganda kaya din.
Salgan kompyuter o'ynasam hech narsa qilmaydi. Kitob qamatib qaytib kelaman. Uzr, qaysi birini o'ynasam ekan? Mana bu cho'chqa o'yini yoqdi menga. Sassiq cho'chqa o'ynaymiz. Oy. Mana qalblar. Salgan video to'xtattirishimiz to'g'ri keladi. Men zavqlanishim kerak. Voy. Chiqishim bu tez boshimga sizlarga aytaman hozir. Udah ini. Ini masih. Kitap qolmabdi. Ko'bachoq kesib qo'yay. Bunisi ertaga qaytishida o'lasa. Hop. Sen gitorasanmi? Nisbatan bir darsi bor-ku hali. Chiqish bo'ladi. Bo'lsa necha minut qoldi? 2 minut yaxshi. Men narsalarni tayyorlab kiyinishga boraman. Sizlar qaramay tursanglar endi men kiyintirach edim-da shu. Xo'sh, kiyinib bo'ldik. Ana endi nisbatan bir darsga ketdik. To'xtanglar hozir. Salom nisbatan salom ustoz. Yaxshi. Bo'lmasa yaxshi o'tishi kerak bugun. Bugun nima o'ynaymiz? Basketbolmi? Ha. Keyin hurmatda o'tirishing kerak. Al. Keyin hurmatda o'tirib turishing kerak. Yana martami? Oyog'i bo'lib turib-suruvdi-da shu. Boshqa narsa qilsa bo'lmaydimi? Mayli, bo'lmaydi. Tez ketasan keyin. Hop. Uyga bormazda aytgancha bugun nima? Bugun dushanba. 17 bugun. 17 mi? Yaxshi. 8-oy. Shuni bilasizmi? 23-ga meni singlimni tug'ilgan kuni edi-da. Xo'sh. Otamiz hozir qaysi tarafga o'tsam ekan bunda? Yo, tushmadi. Bir martalik-a? Yo, 4 martalik. Siz ketib kelayotgandi. Bo'lmay ketdim, zerikdim boshda, ustoz. Ketdim. O kecha tushibdi, ayni payt ketayotgan ekanman. Ustoz tasavvursiz bo'ladimi? Boshqa bachar nimaga ketmayapti? Ha. O'ta qo'yib berasiz, bilasiz. Uyga bormay qilaman. Baqa boshqa turmush. Salom oyim. Ay yaxshi. Bunisi yo'q. Mana qonun yo'q meni. Mana bobitcham. Bu yog'im. Bu meni televizorim. Bu meni kompyuterim. Shu tam. Açtık.
Wow. Mazza qilib bugün nima geldi? Masjid bo'lsa yaptı. Evet, bo'lmasam bo'laveradi kanalda. Oya, maktabga bormasam bo'ladimi bugun? Mana bugun mazam bu. Qolsam bo'ladimi? Yes. Mazza qilib yotaman hozir. Telefonimni o'ynab. Oy, kompyuter o'ynayman ko'ra. Katta ekranga. Aqlim qani bo'la qol. Qoch, portlaydigan narsa kelyapti. Qoch, portlaydi. Parod qilding-ku. Amalga hayratsa, videoni shu joyga ko'rib kelganlarga katta rahmat. Yaqinda ertaga xuddi mana shu soat yangi videomiz chiqadi. Hammaga xayr.